Bizdan juda ham ko'p kishi katta balkonli uylar so'rashadi. Bugun bitta katta balkonli uyga kelganmiz. 4 qavatli domni, 2-qavatda joylashgan, o'rtalikda joylashgan ko'rishingiz mumkin. 3-mikrorayonga kelganmiz. Katta balkonli uyimiz sotuvda. Endi to'liqroq tushuntiradigan bo'lsak, asos eshigimizdan kirishingiz bilan переходка joyimiz yaxshigina holatda va bu tarafda zal, spalni xonamiz, bu tarafda детский xonamiz va bu yerda kladovka sifatida foydalanadigan joylar bor ekan va bu yerda yuvinish xonamiz, bu tarafda esa hojatxonamiz joylashgan. Detskiy xonamizni bitta ko'rsatib o'tib ketay, aboylar qilingan. Yaxshigina holatda turibdi. Bu yer esa spalni xonamiz. Endi esa zalni ko'rsatamiz. Zalimiz, qoladigan narsalarni gaplashasiz, konditsionerlar tashlab ketmoqchi va savdoni ustida yana qoladigan narsalarni gaplashamiz deyishyapti. Bu yerda hojatxonamizni ham bitta ko'rsatib o'tib ketay. Oshxonani yaxshi foydalangan. Oshxonani ba'zi narsalarni balkonga chiqarishgan. Balkonimiz katta balkon. Isitish tizimi, ya'ni duxkon kotyollar o'rnatilgan ekan yaxshisidan. Mana isitish tizimi narsalari ham turibdi. Mana shu xonadonimiz sotuvda. 2-qavatdan uy izlaganlarga buni jo'natib qo'ying. Yaxshi narxda qilib beramiz. Srochnolik uchun deyishyapti. Narxga keladigan bo'lsak, narxini 497 million so'm baholashdi va kelishtirib beradigan joy bor. Kelib savdo qilib olishlaring mumkin.